Bilaman, hozir quyida keltiriladigan muammolardan hech bo'lmaganda ikkitasi sizda bor. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlarga maxsus massajyor apparatlar, bo'g'im og'riqlari, revmatizm, artrit, poliartrit, osteoxondroz, bo'y pastlik, buyrak, jigar, oshqozondagi yallig'lanishlar, protein, kreatin, geyner, aminokislota kabi barcha turdagi sport ozuqalarini sof savdo onlayn magazini orqali topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis. Putin va Si Isroilni Eronga hujum uchun qoraladi. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Xitoy rahbari Si Szinpin telefon orqali muloqot qildi. Unda ikki yetakchisi Isroilni Eronga bergan zarbalari uchun qoraladi va bu keskinlikni yumshatish zarurligiga kelishib olishdi. Prezident yordamchisi Yuriy Ushakov jurnalistlarga bergan intervyusida har ikki davlat rahbari Isroilning BMT nizomi va boshqa xalqaro huquq normalarini buzuvchi harakatlarini keskin qoraladi. Bildirilishicha, Moskva ham Pekin ham hozirgi vaziyatda Eron yadroviy dasturi bilan bog'liq masalalarni harbiy yo'l bilan hal qilishning iloji yo'q degan fikrda. Bu yechimga faqat siyosiy va diplomatik vositalar orqali erishish kerak, deydi Ushakov. Ma'lumotlarga ko'ra, Putin so'nggi kunlarda AQSh prezidenti Donald Tramp, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va Eron prezidenti Masud Pezeshkian bilan aloqada bo'lgan. Rossiya urushayotgan tomonlar o'rtasida vositachilik qilishga tayyorligini bir necha bor aytib o'tgan. Hozircha hech kim Rossiyaning taklifini qabul qilmagan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 14-iyun kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Putin bilan telefon orqali gaplashgan edi. Putin o'shanda vositachi sifatida Rossiya xizmatlarini taklif qilgan. Tramp esa bu taklifni omma oldida rad etmagan, ammo Erondan shartsiz taslim bo'lish talab qilingan.